Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli yurtimiz a'zolari, Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bu yerimizga 3 ta ish, 3 ta ron qilib berdik. O'zimizning Andijon viloyati Buloqboshi Do'langa olib kelib o'rnatdik mana Xudo xolasa ishlarimiz. Mana eshiklarimizga qora aynasi olingan. Xudo xolasa mana jinsida ochib bo'lgan. Mana eshiklarga mana arkapon solganmiz Xudo xolasa. Orasidan Xudo xolasa mana eshiklari o'ta ideal darajada chiqdi Xudo xolasa. Xo'sh, romlar razmeri 1.30 ga 1.60 romlar bo'ldi. Eshiklarimiz 1.20 ga bo'yi 2.12 eshiklar bo'ldi. Bular 90 ga 2.12. Shunday qilib Xudo xolasa mana qilib berdik. Kim shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, eshik romlar xohlagan fasonlarda qilib beraveramiz Xudo xolasa inshaalloh. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Nomerimiz 91 487 0033. Bu xizmatlarimiz Xudo xolasa bundan ham zo'rdan chiqarishga harakat qilamiz. Kanalimiz yangi bo'lsa, bitta podpiska ettinglar, kanalimiz rivoj uchun hammaga rahmat, sizlarga omad.